İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklanish shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklanish shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklanish shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkati xos tajdarligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qarar Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasetçi Umutvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qarar Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdarligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklik mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ecriniz san'at yolumda bir qiyos andaz mana. Şu sebep yardur bugün el ara pervaz mana. Nolisi tenha kiyiknin kılsı bağrımni yara. Desturup yangrat dedi ki gayıban avaz mana. Gah bolup qasam derip sahnede siz bulmagaç. Siz mehir bergen xalq saldi payandaz mana. Vadarih dedim nitay, izinizni yakladım. Her nefes naqşam üçün ilham verin ustaz mana. Konudetler kozgaldı yine. Sana bugün düşkende küzüm. Konudetler kozgaldı yine. Sana bugün düşkende küzüm. Bir vakitleydin yıldızım, emdi kimge yıldız sen canım. Bir vakitleydin yıldızım, emdi kimge yıldız sen canım. Kaşlarını aydaymu cinim, gözlerini tam diki çolpan. Kaşların aydaymu cinim, gözlerini tam diki çolpan. Kirpigini okuya değmikin, benim yürek bağrımda atkan. Kirpigini okuya değmikin, benim yürek bağrımda atkan. Yâre
gözlerimin hatire sen yanlısı gençliğimde kırgın seni üzdüm kurdum bakıtılgen yaşlık çığımda kaşlarımni haydaymucinim hey gözlerimni tanrıki çolkan kirpigini okuya taymikin benim yürek bağrımga atkan kirpigini okuya değmikin benim yürek bağrımga atkan ey yürek bağrım katkan Menin yürek bağrım katkan Yürek bağrımda atkan Növbətdə səhnəyə çıxmaq olan Mahir'nin nömrə 712. Yaxşımızlar dostlar, qanday qolanlar yaxşı muvafiq vaqtlar xayrlik bo'lsin. Men shu 8-qaran Narat İpek Yolu sadasının Mahiri Gülzar bo'laman. Bu qitimqi shu Narat İpek Yolu sadasi qatnashganimdan intayin xursandman. Mening kelishimdagi maqsadim shu yaxshi natijaga erishish, ya'ni ki shu ustozlarningki menga yaxshi baho berishini umid qilaman. Dertlerge kuşum dertni ömrü kıp bana gamengü kaygı bilen gülüp ötni ayrılıp gitti gülse dertlerge kuşum dertni emre kıp bana gamengü kaygı bilen gülüp ötni dertlerini tola atardım halimga yeter sen mi ümitni öpmemdim ayrılıp gidersem o kaldım hoşgulum şu çağda gözlerimde yaş hasrette
zulmetke başlar Ketdi o seni ta abedge Kaldım gışgılar şu çağda Gözlerimde yaş hasrette Karanlık zulmetke başlar Ketdi o seni ta abedge Dertlanip tola atardım Halimga yeter senmi Ümitni öpmendim Ayrılıp gidersem Dertlanip tola atardım Halimga yeter senmi Ümitni öpmendim Ayrılıp gidersem Dertlanip tola atardım Halimga yeter senmi Ümitni öpmendim Ayrılıp gidersem Ümitni öpmendim Ayrılıp gidersem Ayrılıp gidersem Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyat Şirketi Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Bir özünüzü tanıştırın Aksanım. Yaxshimisilar ustozlar. O'zim Urumchidan ismim Gulzar, sizlarga o'tliq salom. Qarshi olamiz. Hamma ovozini tusiga qarablam Urumchidan degan. Mana shu bir xil ovoz yo'ruq, bir xil kuchlik ovoz. Rahmat. Yaxshi o'rindadingiz singlim. Yaxshi, haqiqatan yaxshi o'rindadingiz bu naqshni. Bir xillikki bizningki kichik vaqtlarimizda mushtaq naqshlarni to'liq anglaydik. Naq shu odamning seg'ingan yeri bor-da. Ashqul yingsi. Ha. Shunda xilqi chiroyli voyaga yetgan. Bu naqsh mendan cho'ng'a deyman Marja aka. Bizdan cho'ng. Bundan cho'ng naqsh. Bu naqsh ras haqiqatan tarixi bor uzun. Lekin mana mush tusdagi naqshlar bu singlimga bekerek tushib qolgandek qildi. Ama bu program taqalsimi, bu naqshning ko'rilishi hamda mening shaxsiy fikrim. Menimcha Haqiqatan yoqtirishi, haqiqatan jiq bo'ladigan bir naqshlarning biri bu. Maqil naqshim ham Umarjon akamning jiqroq tajribasi bo'lgan degan. To'g'ri. Men shunday qilaman. Bu naqshlar bizga tanishlik naqshi bo'lgandan keyin. Umarjon akam o'rilganda biz xotirjam o'tdik. Umarjon akamdan talish emas, naqshdan huzurlanganligim uchun o'rildim. Amaliyot haqimi degandek bu naqshga Umarjon alim ustoz haqiqatan buningda peyza, mush xarakterdagi naqshlarning peshvosi. Ajoyib huzurlandik. Rahmat. Bu naqshningki asli o'rindig'uvchisi kimdi? Xolida imom. Xolida imom. Xolida imom aytgan to'g'ri. Xolida imom adamizmi uzun yillik naqshchi. Xolida imom pishqan naqshchilar. Ajoyib peyza o'rindab berdingiz. Hammamiz huzurlandik. Gerçi öğrenmegen bolsakmı naqshingizdan, ovozingizdan ajoyib huzurlandik. Endi mayli G'uju bo'lsin yoki Umarjon akam bo'lsin, cho'qim shu guruhda
yaxshi yetaklab ketaylaydi deb o'ylaymiz. Endi tanlash sizga qoldi. O'zingizni to'xtatib olib, ko'nglingizdagi deydigan gapingizni deb olib, anandan keyin bir tanlang. Mening tanlashim Narat. Kibinəşdə kilib beşimğa qunum. Adaş naqş məşq qılıtam sənə? Kündümüş naqşını məşq qılıb yama usudum. Sən bir yaxşı nəsi var. Ale Naratның sap üstü. Naq usuğa yerin vardı. Gün iş baxmaqdım ya toxtamam. Birdən iş yutam da. Birdə iş yutaylı. Usuganda. Muha peyz keçmə. Naq yürək var da. Naq yürək bu usuzluqni qandırdı ekan bu. Ömercan Alim Ustaz Grupsi. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. 768 numaralık mahirini sahnege teklif qilsam, Ahmet dileyman. Yaxşımızlar, ekran aldiki görürmen dostlar. Men ismim Sadamcan. Bu qitim İpek yol sadası özümü sınab beqish uchun keldim. Hamda ombab usudki ro'st naqshini bir elib keldim. Ты, как судьба моя, неизбежная, данная мне Богом. Ты нереальная, очень нежная, я прошу немного. Будь, просто будь со мной. Будь к сердцу близко, я разделю с тобой жизнь, даже если слизко. Моя красивая, сердце первое, душа с тобой счастливая. Моя любимая, самая моя, сильная, люблю тебя. Ты не похожая, параллельная, все, что мне не можно, но о любви свое верное кино, там, где все возможно. Стань моей мечтой, той, что мне здесь помочь. Путь никогда ничто нас разлучить не сможет. Моя красивая, сердце первое, душа с тобой счастливая. Моя любимая, самая моя, сильная, люблю тебя. Моя красивая, сердце первое, душа с тобой счастливая. Моя любимая, самая моя, сильная, люблю тебя. Моя красивая, сердце первое, душа с тобой счастливая. Моя любимая,
первая, душа с тобой счастливая, моя любимая, самая моя, сильная, люблю тебя, моя. Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük cheklik mas'uliyat shirkati Narat Sapsuti mahirlarga omad tilaydi. İsmim Sadamcan, G'arbi Janubiy Tarim Neftlikinden geldim. Ağır turistlik o'rnim bo'lsa Ürümçi. Etkenleri özümden normal kızdı ba, ana hizmetin sırt vaqtlarda şu özümden burundan tatip şu ügünüp kelgen qiziqishim bilan ko'nglimni xo'sh etib özüm shunlar shug'ullanib degandik. Bir yil ekamiz. Jutni gapini qilmayli. Erkinden aytaylik hissiyat jihatdan bir xil erkinlik bor, ozodlik bor. Ovoz tutsangiz men shunaqshi shunchalik tushibdi. Şunun ahırını şu en yukarı yerini qandaq aldı deb saqlab qarsam. Bay, yaxshi. Rahmat. Universal jihatdan intayin yaxshi. Şuna örildim. Rahmat. Maya degan naqshga bu. Maya Rusça. Bu da Minan degan gap. Maya degan Rusça, Minan degan gap. Pek güzel muhabbet naqsi. Ha, shundaki hamda to'liq qilmasaqmi ozroq tushandim, ishtirokmiki dedim men. Onun ustiga o'zing xizmatingni ishlab turib, ham yana mushinchilik naqshlarni aytishga oson emas bu. To'g'ri. Shunda joyida yaxshi aytding. Bundan keyin texma ilgirla. Tekstirlar. Yo'q sen orada. Rahmat aka. Teyze, ne başlıyorum. Bizden grupudama Muşundak baladan birisi bulaş kirek dep örüldüm kendimden enden Adile'den örüldü hem de biz abay degendek bizim grupa kelsen buldu Adile'den grupsa kelsen dedim bizim grupa kile buldu benim korku yakınım. Ben tuğayada talaşmaya çalışmış. Bizim beden değmez ara avaz değil ben de okşay. Ben buraya etkan bana aslında Mayra. Mayra dep etkan ben buruma. Özü kuypırlayıp da. Güzel kuypırlar. Benim nöbetlik tanışım bo'lsa Odaş, keş çoğunlar yoxlab gelmiştim. Nime basam bula? Yadaş, mağun Naratniki Sapsuti ağaç bulmamdık. Çoğunlar işçiga şunda kolaylık. Ha, Naratma bu. Hey, acaba yaxşımışım lap basam buğday biraz. Narat Adile grupsu. İpek yolu sadasız düğünü yok şiraz. Evet yiğit tuğlar Kar yağdı alan Evet yiğit tuğlar Kar yağdı alan Yaz vaxtıda kar kürüş Yaş kız çakka put vüsal Yaş kız çakka put vüsal Yaz vaxtıda kar kürüş Yaş kız çakka put vüsal Yaş kız çakka put vüsal Küzün kara bulgaçka Ak çeçimga göz tiktin Ak çeçimga göz tiktin Ak çeçimga göz tiktin Geçildi işen yar Ak çeçimdin ak bəxtin
baxting Aq chechimdin aq baxting Geçildi işen yar Aq chechimdin aq baxting Aq chechimdin aq baxting Çimdin Cüp akbuğa üzgersek Cüp akbuğa üzgersek Cüp akbuğa üzgersek İki tal ak çimdin Cüp akbuğa üzgersek Cüp akbuğa Qara yerge tenkirsek Qara yerge tenkirsek Yolumuz ak bulmandı Qara yerge tenkirsek Qara yerge tenkirsek Çeçimdin aqdılğa yar Közlerini salmaydı Közlerini salmaydı Közlerini salmaydı Emdi yarının derdinde Kara çeçim kalmaydı Kara çeçim kalmaydı Göz taşlıma pes yerge Emrayı bul kalgaşını Emrayı bul kalgaşını Niyet kara bulmasa Karı çağlık ak çaşını Karı çağlık ak çaşını Karı çağlık ak çaşını Rahmet Asqar. Abdan tudulma, Allah yaxşı. Bu pek çıraylık nakşokta. Tekst deyimiz, müziksini tatip. Aldı bilen bu Asqar inimiz mening en yaxshi ko'radigan inimning birisi. Onun üstüne bek tirishchan. Bunun tirishchanligini hammamiz bilamiz. Kichik dillar, bizga o'xshash ustozlarni voy aka deb hammamizni hurmat qildi asosiyatdan. Ondan keyin har qanday musiqa qo'liga chiqsa, bundan qechib qutulolmaydi. Zodi universal bir inim bu. Shunda yaxshi bir naqsha akapsa ekan. Rahmat, rahmat. Xo'sh bo'ldik. Rahmat. Bundan keyin san'at hayotingdan gullar unsin ekan. Rahmat. Rahmat aka. Sana ömrün uzun bo'lsin. Bu naqshning tekstini mening shu yaxshi akam, ustoz akamiz Muxtar Bo'g'ra yozib bergan edi. Aldirash qilib saldim, yaragan bo'lsa, shunga xo'shman, rahmat. Arvanta yardı bizga. Aqchash degan yerda bizlar bu rakam yozganini bilib olganmiz. Yaramasa aytmayman uni. Sizning chechingni aqaga o'tiribdi-kan diqqat qilmoqman. Asqarkam yaxshi ko'rmas. Bizlar ustozlar, mevallar. Shaxsan bizningki davrdoshlarimizningki ustoz yo'lliq, bizga ulgu yo'lliq, ilhom yo'lliq ekan bu. Mayli ijodiyat jihati bo'lsin, naqsh ijro qilishda bo'lsin, har jihatda ish qilib Asqarka ko'z tengmisin. Davomli ishlaring o'ngishli bo'lsin, davomli shunday yaxshi akukalardan bo'lib o'tishimizni hammamiz umid qilamiz. Rahmat ko'm, rahmat. Amma Asqarkamga alaydi rahmatim bor. Haqiqatan endi Asqarkam Ipak Yo'li Sadas programmasini qo'llash bilan birga
Üze ayrım numarayı çıkış bilen birge elbette Ömercan kamninki Narat degen naqsığı şunda vayığı yetkizip tembir muzikalarını şunda jayıp çelip qıppayda kurtlaştırış hizmetini men qıldım. Kengre degen naqşыңыз üçün, muzikanız üçün köpten köp rahmet. Rahmet. Özümün işi de anlısı. Men çıkay. Mağay dep tutsam siz. Muhtarkan çık. Rahmet. Niyet. Niyet qarı bolmasa bu Akçaşның karı çağlayıq degen bir mısrane. Karı çağlayıq Akçaşның. Şunun qırğa vaqtida bu çeçimizдің aqlıqı bu hiç qandaq bizning yaşımızga ta'sir ko'rsatmaydi ki. Muşu timini yo'rtib berganlik uchun Asqar Muxtarga chin yuragimda rahmat aytaman. Rahmat aka. Ko'pincha odamlar Asqar Muxtar desa mening o'g'limniki deydi. Lekin hamda mening o'g'limga o'xshash, lekin ijodiyatda bu ikkimiz haqiqatan ko'p hamkorlashgan. Ham bunday kimmi ko'p hamkorlashimiz deb qarayman. Rahmat aka. Chatav yo'q. Asqar Muxtar hamda haqiqatan mushu bizningki naqsh santida o'zining yoshligiga boqmay o'chmas to'p qo'shib kelayotgan san'atkorlarimizning birisi. Artık gapni qiyg'im yo'q. Necha vaqtdan beri o'zining ovozini daston qilib bizga yuragimizga tekkizayotgan mayirlarga bir yeşil kartı berib kelayotgan bizning Ipak yo'li sadosi. Men emas. Biz Ipak yo'li sadosi programmasi nomidan Asqar Muxtarga kelar qitim 9-cı qarar Ipak yo'li sadosi o'tkazilib qolsa, mushu qizil o'rindiqdan birini tanlab olish fursati bermoqchi. Hozirlaman jo'qali o'tay. 9-cı navbatlik Ipak yo'li sadosi programmasining bir ustozi mushu Asqar Muxtar bo'ldi. Rahmat. Rahmat aka. Yeşil karta berildi hamsa. Akamniki meni loyiq ko'rib shunda deganga ko'pdan ko'p rahmat. Bu mas'uliyati og'ir bir ish bo'lganligi uchun texnik tirishga loyiq aka. Umidingizni yerga qo'ymayman. Yaxshi bo'lishga tilayman. Rahmat. Rahmat hamsa. Alqış bilan ustuqlanlar bizni. Rahmat. Men mushu gulni aka Mağgülü siz bana bergendikin Mağgül'den bir ustazımga bir vagan bolsam. Bana biri. Ömercan alın akbanı biri. Ermanlarga birey desem bir kalkı ekini kapağını alacağım. Bizga yüz koydum basım nakti biri. Ömür o yüzüm bolsun. Çavak bergen bolsak ustaz. Rahmet. Sahnamizga 1160 numurluq mohirimizni taklif etamiz. Qani marhamat. Salam barcha aziz do'stlar, hammalarning mushaqat xayrli bo'lsin. Men 8-qara Narat Ipak yo'li sadosining mohiri Azmat Tarkin bo'laman. Yurtim Korlibigordan. Tunsaxon keldi. Tushdi o'xshamaymi bu? Men kishimga
dökülelmey Sana gepni uçuk diyelmey Sana gepni uçuk diyelmey İç bağrımni hiçbir tükelmey Ey can qiynalib ketdi kunsağa Әмді түшті. İç bağrımni hiçbir tükelmey Ey can qiynalib ketdi kunsağa Azabında tün kıska geldi Şirinliğin bağrımni ezdi Azabında tün kıska geldi Şirinliğim bağrımni ezdi Asman zemin hemini sezdi Ey can qiynalib ketdi kunsağa Asman zemin hemini sezdi Ey can qiynalib ketdi kunsağa Hemraşken aşık serbiga Ey can qiynalib ketdi kunsağa Hemraşken aşık serbiga Ey can qiynalib ketdi kunsağa Can qiynalib ketdi tunsağa
Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyat şirkati Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam barcha ustozlar. Men Korildan kelgan Azmat Erkin bo'lman. Qo'y budu. Hammalarga salom. Men otishliqniki degan birinchi. Undan keyin qiyriroq qadamniki degandim. 30dan oshgan, chunki bu naqshining hissiyot talabida shu sal yoshdan eshiroq muhabbatning nimaligini bilganda bo'libmi xalq naqsimish bo'lib, atish xalq naqsini tegiga cho'nqur cho'kib yetalganda anadagi etpaqachu deb oldigan naqshchu bu. Men shunday o'ylayman. Tas. Siz yomon yoshlan bu naqshni aytmada chiqyapsiz-ku, o'zingiz kichik Paratg'indan azroq o'chongansiz siz. Kichikdan turib nimaga chiqdingiz deb. Yo'g'on bir naqshiga esilyapsiz ya deb turasam. Ustozlarningki tavsiyasi bilan aytgandim. Rahmat ustoz. Ana ustiga bu inimiz hozir Adila Sidiq degandek bo'libmi atish naqshlarini boshqa jutkilar biz apurqni aytolmaymiz. Shu gap shu. Bu yerda hamma jutun naqsini aytmaydigan bilan shivi masalasi bor-ku. Shu. Bu inim ko'rildim bo'lgan bilan bu naqshining puroqlari joyida. Shundayman. Shunga men tunjolab o'rildim bu inimga. Rahmat. Ana ustiga ovozida yalnız bu naqsh emas, nurg'un naqshlarni pechat etishda umid va bu inimda. To'g'ri. Yomon tamtirdi lekin. Bek tamtirdingiz. O o'shilib ketdi. Bu naqsha Umarka Adila, atish xalq naqshi emas. Bu bizningki Tunsafa. Bu shu atishda xeli ko'z ko'rangan bir naqshchi ijodiyat bu? Ijodiy naqshmi? Bu Turg'unjon Islom deydigan. O'zini ijod etdimi? Yipak yo'lda qatnashib ikkinchi bo'lgan ijodiyati Tunsaxon degan ijodiy. Xalq naqshi debdim men. Hamma xalq naqshi deb o'ylab qopdim. Bu balam turg'ungan azroq yo'g'onki. Chiroyli naqsha bu aldirab aytolmaydi naqshchilar. Xeli kuch ketadigan saviya talab qiladigan naqsha o'zi. Sen shunda yaxshi aytib berding. Shunda payza aytib berding. Ammo sal jiddiylashish bor shu o'zing bilsan-ku. Azroq jiddiylashish bor shuningda ancha-muncha egiz pasliklar u masala emas. Seninki shu aytayotgan ig'zingdan chiqayotgan kuyninki shu o'zingninki ovozi tuslidan biz seninki hissiyotingni yoki seninki ovozingninki oldi keynidiki kelgusini tunib yetsaklar bizga shuni o'zi kifoya. Bu yoshmasizsiz kichikka. Uning ustiga menga o'xshaydi ekan bunda qarasa. Yaltirib turib baqqan menga o'xshaydi ekan. Sendan chiroyli ekan. Chiroyli qadamlarni o'zingga o'xshatib olgansan. Nada, ximit turishda chiroy talashma. Hem malani arlık kirkilip, çıray talışıdığına kirip kılıp yaman çatak olar. Öğrengilimden intikaptılar ya. Beni zahirşak adilerden gürüm talış kutlasmış o. Kanda kılar. Şunu olan kimge kilgan buldun sakın? Şunu dipte. Mening oxirgi talishim Narat. Ya da bamsa qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshimi adash? Ko'rishmaglar adash. Shu deyma. Ya mavo adash, necha vaqtdan yaxshi seni yo'qlab bilamiz-ku. Bek bezem. Mavo Naratniki almatamlik substitutdi hamda buni cho'nglar, balalar hammasi yoqtirib ichib-yotdi. Mashina san bir ma inim bilan so'g'atliq ib keldi qilish yoqtirib. Bo'ldi adash, rahmat. Hamma qattiq yoqtirdim bu sutni. Shu chiran chiqatda yoqtirdi. Marat Zahir Şahsız grupsi. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Sekdeki çıkıdığan Mahir 983. Salam dostlar, ben bu qitim 8-ci qarar Narat İpek yolu sadası qatnaşqan Mahir Qudus Turgan bo'lma. Özüm Quzudan keldim. Bu qitim İpek yolu qatnaşishga maqsadim bo'lsa, özümni bir sinash ham shu naqshida bo'lgan kamchilikim va ortiqchiligimni tepish.
kechigi tökken derdin kimler bilen bu kechidi yalğızlık yalğız kelip şu kechigi tökken derdin derdimni hey kecha qalay yalğız men ololmasam derdimni olg'in jonimni derdimni hey kecha derdimni olg'in jonimni Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyet Şirketi Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar. Men bo'lsam G'uljidan kelgan Qudusdan hammanglarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Qarşalımız, qarşalımız. Qarşalımız. G'uljidan yo'rtalardan jiqroq ekan-a bu yillar. Bu yillar G'uljidanmi Xilvaki. Onun üstüne bu G'uljidan kelgan ko'pincha mayirlarmish Jalal turaqida aytib oladi ekan. G'uljida eng dağlıq Jalal tursa? Ha, yaşları Jalal Turak'ta, çoğunları men Turak'ta edi. O ovoz qandaq bo'lgan chaqda chiqadi desanglar hamda, desang. Nega bir yerda kimlarni etpa deydi-chu. Essam, sakindagidek bomba deydi.
Nimishga degan chaqda birinchidan bu sahna degandan keyin ozroq suruldi. İkinchidan sahnaga chiqqandan keyin sal jiddiylashgandan keyin ovozda ozroq titrash bo'ldi-ku ovoz pardasida. Titrash bilan o o'zimizniki o'zim yozgan naqsh bo'lgandan keyin shu hissiyat birlashib ovozimizning titrab chiqishi bilan birlashib bu naqshda shu ayni vaqtda ashundaq bir xil shakllanib etilib qolgan naqshchu hozir aytib desam balkim sahnada o'rnagandek o'rnamay qoldi ekanmiz ba'zi bir narsani hamda. Lekin seninki mush ovozing bayat yaq anglab bu naqshning o'ziniki mush ashta ushaq buraqlari va hissiyatlari bek talab qilgan naqsha shunda payzi etib o'rnab ba'dan ko'nglim shunda yerim bulab ketdi bu naqshni. Men bulab ketdim Jalal. Bu naqshni men yozganqim oldi keyin 12 yil deyishib qolgan naqsha bu. Ilham bir yerlik berib qo'yib qolsam mashina naqshni bir xalq naqsh bulab ketadi. Ana yaxshi asar shu ashuna qilib qoldi ekan-ku. Ishingdan chiqarib sen yuragingni berib turib o'rnagan narsa ham hozir qadram naqsh yozib turyapmiz. Bir yerlik bosaq shu kimlar bilar degan naqshdan o'rnab hamsiz bo'lmaydi deb turib oldi. Shuning o'xshash mush ovozingni anglab hamda shunda bir chiroyli o'rnab berding. Bu ovozing bilan biz yana boshqa bir mushning o'xshash uslubdagi yoki o'xshamaydigan uslubdagi naqshlar bulab qo'yib qolsa, sana vazifa qilib bersak, seningki texmi yaxshi o'rnab ketalaydiganligingga meningki xil ko'zam yetdi. Ham bizmi hamra gruppasi birlashib turib necha yilning yoqi to'plagan bizniki shu jingyanlarimizga asosan seninki mi yana maş avazını tekmi titreydiğin kıvvetimiz dep koydu. Mübarek olsun, yaxşı tipeden qağınlarımız, qağın ustazlarının qanday teklif fikirleri var. Anlap bakaylı. Şuna yaxşı tipeden Qudus aqam. Endi men muşu abay muş naqsh chiqqandan keyin sen aytding, xuddi men 33 yoshimda ikkinchi qarorda ustoz bo'lib o'tgan vaqtimda mush naqsh chiqqan vaqtida shunda hayajonlanib ketgandim. Bu chunki bir yep-yangi bir naqsh edi. Bu naqshni aytgan ijrochisi bu naqshni shunchalik larzan hammadamninki qulog'ida qag'idek aytyapti. Ko'nglimda o'yladim. Hey, mush palmon kelganimiz qancha yaxshi bo'ladi deb. O chaqda mening ishonchim yo'q. Nurg'un cho'ng ustozlar bilan o'tiratimiz. Shuning bilan o'rilib shu chaqda men Jalal ukamninki mush sahnada o'ltirdigan shu chaqsan degandim-ku, sen ikkimiz faqat yosh jihatdan farqlanganmiz, ammo sen mishada o'tirdigan, keyin mishada o'tirdigan bo'lgansan deb shunda degan. Chunki bu o'zining ijodiyatini aytyapti. Hey, rahmat dada sana mush qilib. Shu amdilikda bo'lganda men mush naqshni anglab, 10 yil burunqi vaqtim kep qolgandeklar bu ko'zim liqqida yosh kelib ketdi. Jalalim meni qolladi. Shunchalik ham qanday deymiz, hikoyamiz bo'lmasa bizlar kim? Biz nurg'un o'zgarib ketdik. Bu o'chaqda sizga o'xshash yosh yigitni to'y qilmagan, hozir mana ustozlik o'rnida men bilan birga o'tiribdi. Bu 10 yil shunchalik uzun ham shunchalik qisqa. Endi shunchalik uzun deyishim nurg'un ishlab ishimizdan o'tib ketdi, nurg'un asarlarni yezib chiqarib lekin yana mush bir naqshi bilan shunchalik qisqarib ketdi mana bu 10 yil degan gap. Shunga men sizningki endi Jalalning naqsini aytibsiz, rahmat ukam, lekin men ham o'zingizning naqsini aytishingizni, o'zingizmi ham Jalal akangizdek yezib beqing. Asarlarni yezib beqing. Ishingizda shundaq bir o't bo'lganligi uchun mush naqshiga ko'ydingiz, yaxshi ko'rib aytdingiz, ijro qildingiz. Shundaq-ku. Sizdami ham o'zingizda Quddus degan bir o't bo'lishi mumkin, Quddus degan bir alaylik, bir o'z ayrim bir gul bo'lishi mumkin. Siz mushni ham parvish eting. Sizga degan bu gapni mushada o'tgan barliq mayirlargimi degim bor. Hammanglar, to'ranglar, to'rab o'gininglar, lekin to'rg'ininglar hargiz faqat to'rash uchun bo'lmasin, balkim halqib ketish uchun bo'lsin. To'g'ri, halqib kelsan qo'shilamiz tepa. Shunda go'zal aytding inem. Qayla. Biz hamda shaxsan san o'rindiq aylantirishimizga sabab naqshangda hayajonlandik. Hamda mush saati biz hammamiz mush yosh bolalar men, Abdusami, Jalal deysa, biz hamda 3 ustoz qaragan kichik. Mushundaq naqshlarni aytib, mushundaq naqshlarni ijod qilib tirishib ketib qolgan bolalar. Endi ma uslubdagi naqshini 20 mening his qilishimcha 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar vahshiy suyib anglaydi. Yadib ketdik. Buni bilmaydigan, mush yoshda bilmaydigan odam yo'q. Nimishqa desam ham yurkiga tegadi. Har bir odamning muhabbat hikoyasi bo'ladi, o'zining bir hikoyasi bo'ladi. Shu hikoyalarga tushilgan bir yaxshi bir ijodiyat. Men shu naqshini aytib Jalalni bizga eski saldan Jalalning yosh vaqtini abay Adil adam degandek rost payz bo'ldi. Biz Adil adam ishimiz hayajonlanib ketib jurga berib keldi, jira qo'ymagandikmi? Qarab baqsam 5 metr yakan bu. Berib keldi, keldi.
talashmayman lekin men seni. Men talashmayman. Sening o'zingning ra'yiga boqamiz. Rahmat siz. Qilgan qarorni o'zing chiqargin. Men ikki qiz yurak so'zimni davomlamasam. Yomon o'qib ketdim men. Hozirgacha Yiqilib ketmasang bo'ldi. Men birinchidan shu o'rilpagan ustozlarga hammalarga rahmat aytaman. Keyin meni hozirgacha qo'llab shu bolam sen yaxshi qila olaysan degan shu ota-onamga bir rahmatimni aytib olsam, rahmat sizlarga. Salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Keyin meni ochqishimki do'st birodar, yaqin yiroq oilarim, ham o'zimning qishimdagi odamlarga hammalarga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Men tanishim bo'lsa Adaş dostumuz Munira ağırıp qaptı, nima yapasaq bola? Əlbəttə, Naratның bölcürgən təmlik saf sütünü ip barayılcı. Bu soğuqatlıq qılışqa, yoxlap berişqə ait əplik, təmin ait feyzi. Əcəb yaxşı. Mənə Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçilik Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Narat təminə qırpız. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Ketarkan danaga kuy naqshimiz